Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda dunyoning ayrim mamlakatlarida hantavirus infeksiyasi tarqalayotgani haqida turli xabarlar e'lon qilinmoqda. Xo'sh, bu qanday kasallik? Infeksiyaning O'zbekistonda tarqalish ehtimoli bormi? Ushbu savollarga javob olish maqsadida muxbirimiz Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Nurmat Otabekovdan batafsil intervyu oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda hantavirus kasalligi haqida ko'plab ma'lumotlar paydo bo'la boshladi. Bu asosan kemiruvchi hayvonlardan tarqaladigan kasallik. Buni eng asosiy jihati odamdan odamga yuqish ehtimoli qariyb yo'q. Demak, aksariyat holda o'sha kemiruvchilarni peshobi bilan, axlati bilan, so'lagi bilan ifloslangan mahsulotlarni iste'mol qilish bilan bog'liq kasallik. Bu kasallikdan pandemiya hech qachon sodir bo'lmaydi. Bu kasallik O'zbekiston hududiga kirib kelish ehtimoli ham juda kam. Negaki aynan o'sha kemiruvchilar ko'pincha o'sha Yevropa davlatlarida, Latin Amerika davlatlarida uy sharoitida boqiladigan hamyaklar, ya'ni kemiruvchilar bor. O'sha kemiruvchilarda ko'proq tarqaladigan kasallik. Kasallik tarqalish ehtimoli bo'lgan hududga borib kelayotgan odamlarda o'sha kasallikka xos belgilar, deylik qushlik bosh og'riq, holsizlanish, mushaklarda og'riq, keyinchalik yurak qon tomir tizimidagi yetishmovchiliklar, peshob bilan bog'liq buyrak yetishmovchiliklari sodir bo'ladigan bo'lsa, u holda tibbiyot xodimiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu kasallikka qarshi aniq davolash protokoli ham mavjud emas va bu kasallikka qarshi vaksina ham mavjud emas. Demak, bunaqa paytda kasallikni erta aniqlab, simptomatik davo muolajalarini o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zbekiston hududida hantavirus kasalligi qayd etilgani yo'q.